Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Qorasuv shahar axborot kutubxona markazi taqdim etadi. O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, shoir, tarixchi, davlat arbobi, iste'dodli sarkarda va Boburiylar sulolasining asoschisi Temuriy shoh bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 542 yilligiga bag'ishlab Bobur g'azallaridan va ruboilaridan Hajring g'amidin oqibat bo'lgim qaro ko'z. Yuz g'ussayu anduh ila borgim qaro ko'z. Vasling bila qilmading ilojin Bobur. Mushkil ifrohimda termilgim qaro ko'z. Ey ko'ngil ahli jahondin yaxshilik kimki ondin Har vaqtki ko'rdasen mening so'zimni o'qib sog'inasan o'zimni, vasling bila ko'nglimni Xudoy aylay shod. Shukrki yoritdi yuzing bila ko'zimni. bu zamonni nafi qilsam ayb qilma Sening bilan menki oshnolik qildim. Ishqingni hazin jonga balolik qildim. Ko'rmay bilmay meni vafosiz deb sen, men senga naf bevafolik qildim. bu zamondin yaxshilik ko'rmadim. Jonimda mening hayoti jonim sensen. Jismimda mening ruhi ravonim sensen. Boburni seningdek o'zga yo'q yori azizi. Alqissaki umri javdonim sensen. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Keldi mahzun ko'nglima dilrabolardan yomonlik keldi mahzun. Sen gul senu, men haqir bulbuldirmen. Sen shu'la senu, ul shu'laga kuldirmen. Nisbat yo'qdir deb ijtinob aylamakim. Shah men elga vali sanga quldirmen. Kelmadi jonimga hech